Olise bu yoz Real Madridga kelmaydimi? Hozir aytib beraman, undan oldin Madrid Zone kanaliga obuna bo'ling va videomizga bitta like bosib qo'ying. Shunaqa kontentlar ko'proq chiqishi uchun. Real Madrid Yan Duayga qiziqish bildirmoqda va uni Leipzigdan 100 million yevroga sotib olmoqchi. Ha, to'g'ri eshitdingiz, 100 million. Agar bu narx oshsa 120 millionga oshishi ham mumkin ekan. Bu futbolchining yoshi 19 da va u Leipzigda faqatgina o'ng qanot vingerida o'ynadi. Lekin ko'rgan bo'lsangiz, jahon chempionatida o'zini yaxshi ko'rsatdi. Jahon chempionatida esa chap qanotda o'ynadi. Bu demak uni universalligini biladi. Real Madridga aynan shunday hujumchi kerak. Vinicius jarohat olgan payt Viniciusda o'rinda ham o'ynab bera oladi. Hozirda bizga o'ng qanot hujumchisi kerak, shuning uchun Duave eng zo'r variant deb o'ylaymiz. PSG ham unga qiziqish bildirgan va 100 million yevroga sotib olishini aytgan. Lekin Duave orzusidagi jamoa Real Madridga o'tishni xohlamayotganini o'zi ham aytib o'tdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Yan Duave Real Madridga keladimi va 100 million yevroga arziydimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qo'ying hamda kanalimizga obuna bo'ling. Biz tezroq 1000 ta obunachi bo'lishimiz kerak.